Karis oilasining obedichi. Karis qaynonam bugun qaynukam ikkalamizga mazali obed qilib bermoqchilar. Shuning uchun ertalabdan marketdan narsa zakaz qilib qo'yibdilar. Maydalangan chesnok, quritilgan qalampir, soyavoy sous va qalampir pastasi bilan shakarni solib, mazali sousni tayyorlab oldilar. Yanada mazali bo'lsin deb olxo'ri siropidan ham ozgina qo'shib yubordilar. Chesnokning odasini yaxshilab yuvib, to'g'rab chiqamiz. Haliginda tayyorlab olgan sousimizni mikrovolnovkada 1 minut isitib olamiz. Sousni ozgina yeb ko'ring, agar tuzi past bo'lsa, bizga o'xshab soyavoy sous qo'shib yuborishingiz mumkin. Va qaynagan suvda chesnok nodalarimizni 30 sekund qaynatib olamiz. Suvga ozroq tuz so'rsanglar, rangi shunaqa yam-yashil bo'lib chiqadi. Bu ovqatga qovurilgan tuxum bilan qovurilgan go'sht ham qo'shilar ekan. Shunaqa yuqa kesilgan mol go'shtini yaxshilab qovurib olamiz. Shu bilan mazali ovqatimiz tayyor. Endi pishib chiqqan guruchni ustiga tayyorlab olgan mahsulotlarimizni qo'yib chiqamiz va oxirida kunjut yog'i bilan qovurilgan kunjut semichkalarini ham qo'shib olamiz.